Do'stlar, juda ham arzon narxda Damas topib berdim. Puli arzon, videoni oxirigacha ko'rib turing. Damasimiz hop 263 ming yurgan, yili 19 ga 20. Texpasportda 19, 220 bo'lsa kerak. 19 ga 20 deyiladi. Ayblarini bir boshda aytib ketaman. Undan oldin qarang aka. Balonlari yangi ekan balonlarini. Karzinga peridolarigacha alishtirib bergan ekan. Mana shu yerda petnosi bor ekan. Og'anamagan Damasimiz. Undan tashqari nima chapalayida kraskasi bor ekan mana. Mana shu yerda kraskasi bor ekan. O'zimizni metan zapravkada, Leli metan zapravkada turib Damasimiz, qiziqqanlar bo'lsa bemalol kelib ko'rish mumkin. Salon qismlari ham normal holatda. Bitta mo'yka qilib himchiska qilib olsa bemalol kira qilaveradi. Patolog ashkalarigacha o'rab qo'yilgan, stokalarigacha. Undan tashqari metan gazi bor. Metan gazi 65 talikmidi? Ha. Orqa holatlarini ham bitta ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz ashib bitta joyda chapalarda kraskasi, undan tashqari petnosi bor. Boshqa ayb yo'q. Ayb nuqsoni xudo xolasa hamma yo'g'on chiroyli qilib bergan ekanlar. Balonlarni ko'rib olishingiz mumkin, prosta yuvilmagan, yangi ekan, tishlari ham o'lmagan, hali xudo xolasa xizmatini ancha qiladi. Damasimiz shu akalar, langar metanda turibdi, bemalol kelib ko'rishingiz ham mumkin. Generalniy davernis ham berar ekan, o'zlariga 2 yil vaqtlari bor ekan hali. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Undan tashqari qolasalar nomlangan o'tib olishlar ham mumkin. Narxini 4200 bo'lishi deydi. 4,5 ming qo'yib bering deyshodi. Bo'lishini qo'ydi. 4200. Kelib pastga nomerlarni yozib, aloqaga chiqib, Damasni ko'rib, ma'qul kelsa olib ketishingiz mumkin. Yana bir qator tekshirtirib olaverasizlar.